tana vaznini oshib ketmasligiga harakat qilsangiz, ota-onangizdagi diabet bo'lib qolmasligingiz mumkin. Ibn Sino aytganlaridek, agarda ko'p peshob ajralib ketsa, inson chanqagani hisobiga qondagi qand chiqib ketayotgan bilsa bo'ladi. Qora aylanasi 92 sm dan baland bo'lsa, bu semizlikka kiradi va buni davolash kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Endokrinolog Aziza Bahramnaman. Sizlarning talablaringizga binoan qandli diabet haqida ma'lumotlar berishga qaror qildim, chunki YouTube dan juda ko'p savollar tushgan va qandli diabet o'zi nimaligi haqida ko'proq ma'lumot berishni harakat qilaman. Qandli diabet nima? Qandli diabet bu organizmda qondagi qandni surunkali, ya'ni doimiy baland bo'lishi. U nimalardan belgi beradi? U birinchi o'rinda holsizlik beradi. Agarda sizda holsizlik bo'lib, tinmasdan hojatxonaga yurayotgan bo'lsangiz, ya'ni organizmda suyuqlik chiqib ketayotgan bo'lsa, demak qondagi qand oshayotgan bo'lishi mumkin. Uni yana bitta belgisi chanqash, ya'ni organizmdan ko'p suyuqlik chiqib ketgandan keyin chanqash beradi. Ibn Sino aytganlaridek, agarda ko'p peshob ajralib ketsa, inson chanqagani hisobiga qondagi qand chiqib ketayotgan bilsa bo'ladi va bu holatda agar aniq bilishni istasangiz, qumga peshob ajrating deygan. Nega qumga peshob ajratiladi? Agar peshobda, siydikda qand miqdori baland bo'lsa, chumoli, chuvalchang va boshqa hasharotlar o'sha qumga kelib qo'ngan. O'shandan qondagi qand balandligini aniqlashgan. Bizda osonroq. Buni aniqlash uchun qondagi glyukoza tekshiriladi. Ya'ni qondagi qandda baland yoki pastligi aniqlanadi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman. Ko'pchilik qandli diabet tuzaladimi yoki tuzalmaydimi degan savollarga borishadi. Qandli diabet surunkali kasallik bo'lib, ya'ni u butun umrga bor bo'ladi. Lekin uni remissiyaga tushirsa bo'ladi. Remissiya degani bu qondagi qandni 3 oy davomida umuman oshmasligi. Ya'ni to'g'ri davo tanlansa, agarda to'g'ri parhez qilinsa, to'g'ri jismoniy harakat qilinsa va asabiylashilmasa, remissiyaga tushishi mumkin. Ayniqsa yosh insonlarda, ya'ni 40-30 atrofidagi insonlarda qondagi qand oshishi boshlaganda, agar o'sha boshida harakat qilib, shifokor buyurgan hamma narsani to'g'ri qilishsa, haqiqatda diabet tuzaladi va uni to'xtatish mumkin. Davom etamiz. Qandli diabetni qanaqa bilishimiz mumkin? Agarda tunda sog'lom inson bilasizlar turmaydi hojatxonaga. Agarda tunda 2 marta hojatxonaga turib peshob ajratilsa, bunda qondagi qandni tekshirish kerak bo'ladi. Agarda kun davomida normal holatda inson 1-2 litrgacha suv ichish mumkin. Agarda 2 litrdan ko'p suyuqlik ichayotgan bo'lsanglar, demak qondagi qand oshayotgan bo'lishi mumkin. Qandli diabetga olib keladigan sabablar ko'p. Ikki xiliga to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchi xili, siz ta'sir qila olmaydigan xili. Ya'ni nimalar kiradi? Nasl. Agarda ota-onangizda, doda-buvingizda qandli diabet bor bo'lsa, siz unga ta'sir qila olmaysiz, chunki siz qaysi oilada tug'ilish tanlay olmaysiz. Va ota-onangizda, doda-buvida diabet bo'lsa, bu degani siz semirmaslikka, asabiylashmaslikka, stress holatlarida ishlamaslikka harakat qilishingiz kerak va tana vaznini oshib ketmasligiga harakat qilsangiz, ota-onangizdagi diabet bo'lib qolmasligingiz mumkin. Ikkinchi narsa, yoshni to'xtatib bo'lmaydi. Hayot o'tyapti. Agar sizning yoshingiz kattalashgan sari sizda modda almashinuvi o'zgarayotgan bo'lsa, demak qandli diabet bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun diabetning ikkinchi turi ko'proq 40 yoshdan keyin boshlanishi mumkin. 40 yoshdan keyin har bitta inson yilda bir marta bo'lsa ham qondagi qandni tekshirib turish kerak deb maslahat beraman. Uchinchisi, ayol, erkak bo'lish. Ko'proq haqiqatda ayollarda diabet ko'proq uchrashi mumkin, sababi ayollarda tug'ruq holatlari, harakatda kamligi bo'lganligi va tana vazni tez yig'ilishi, menopauza holatlari hisobiga diabet kelib chiqishi mumkin. Ayniqsa ko'proq shu klimakterik holatlarda, ya'ni menopauza bo'layotganda qondagi qand oshish ehtimoli baland bo'ladi. Yana bitta holat stress bilan bog'liq holat, ya'ni ishxona. Agarda ishxonangizda tinmasdan stress, tinmasdan majlisbozlik, tinmasdan sizni urishayotgan bo'lsa, bu haqiqatda organizmga yomon ta'sir qilib qandli diabetga olib kelishi mumkin. Bu holatlarga to'xtaldik. Endi ta'sir qilishimiz mumkin bo'lgan holatlarga o'tamiz. Ya'ni biz o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan holat. Bu birinchisi semizlik. Agarda sizda tana vazningiz kattalashib ketayotgan bo'lsa, uni kamaytirishga harakat qilishingiz kerak. Chunki tana vazni oshishi modda almashinuvi buzilishiga olib keladi. Nafaqat qondagi qandni oshishiga, qondagi yog'ni oshishiga,
qandda oshishiga, xolesterinlar baland bo'lib ketishiga, ularni hisobiga kelib chiqishi mumkin bo'lgan arterial gipertenziya, davleniya kasalligi, qandli diabet kasalligi, infarkt, insult, tromblarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun semirmaslikka harakat qilinishi kerak. Semirdimmi, yo'qmi degan savolingizga, hammamiz oynada o'zimizga chiroyli ko'rinamiz. Hammamiz oynada o'zimizga yosh ko'rinamiz. Agarda siz semirdingizmi, yo'qmi bilmayotgan bo'lsangiz, unda bel aylaningizni o'lchang. Tana vazni balkim sizga hamma ko'rsatkich ko'rsatib bermas. Chunki baland odamni vazni haqiqatda ko'proq bo'ladi. Bel aylanasini o'lchash kerak. Agarda ayollarda 80 sm dan katta bo'lsa, bunda semizlik kelib chiqqan bo'ladi. Agarda erkaklarda 92 sm dan katta bo'lsa, yelkasi kichkina, qo'l oyog'i kichkina bo'lsa, lekin qora aylanasi 92 sm dan baland bo'lsa, bu semizlikka kiradi va buni davolash kerak bo'ladi. Asosiy qandli diabetga olib keladigan narsa bu semizlik. Ikkinchi narsa, iste'mol qilayotgan narsalar noto'g'riligi. Hozirgi kunda juda ham oziq moddalarni xili ko'payib ketgan va u oziq moddalar buzilmasligi uchun, o'zini mazasi zo'rroq bo'lishi uchun hamma narsaga shakar qo'shilyapti. Hozir xohlagan do'koningizga kirib, xohlagan bozoringizdan narsa sotib olmoqchi bo'lsangiz, birorta narsa shakarsiz narsa topishingiz juda ham qiyin. Shuning uchun sotib olinayotgan mahsulotlarda shakarsiz narsa, tabiiy narsa tanlashga harakat qilish kerak. Agarda siz o'zingizni tanangizga sog'lom moddalarni kirgizsangiz, sizda modda almashinuvi buzilmaydi va qandli diabet paydo bo'lish xavfi kamayadi. Uchinchi narsa, siz aniq ta'sir qila oladigan jismoniy harakat. Juda ham dangasa bo'lib qolamiz. Haqiqatda texnologiya rivojlanyapti, hayot rivojlanyapti. Biz o'zimizga juda ham oson narsalar o'ylab topamiz. Esingizda bo'lsa, oldin oddiygina telekanalni o'zgartirish uchun ham kimdir turib, televizorni burash kerak bo'lgan yoki chiqib antennani to'g'irlash kerak bo'lgan oddiy televizor ko'rish uchun. Hozir nima qilyapti? Telefonni shunday ochsangiz, televizor tayyor. Hatto o'rnidan turishi ham hojati yo'q. Yoki ishxonaga borib kelish masalasi. Oldin hamma yurib, qatgachadir peshkom borib, harakat qilgan. Do'konga, nonga peshkom borib kelingan. Hozirgi kunda nima bo'lyapti? Hamma narsa avtomatlashtirilgan. Hatto nonni ham zakaz qilsangiz olib kelib berilyapti. Inson dangasa bo'lib qolyapti. Bu esa bizada dangasalik hisobiga kelib chiqadigan kasalliklarni ko'paytirib Nima kasallik? Diabet kasalligi. Shuning uchun harakat kam bo'lgani uchun diabet juda ham tez o'sib ketyapti. Agarda sog'lom bo'lishni istasangiz, harakatingizni kuniga yo'q deganda 7000 qadamdan 10000 qadamgacha oshirish kerak. Oddiy yo'li bor. O'sha ishlatayotgan telefoningiz, Shagomer dasturlari bor. Uni yuklab olgandan keyin har kuni qarab turing, qancha yuryapsiz. Agarda siz har kuni yurishingiz atigi 1000 bo'layotgan bo'lsa, sizni 7000 10000 ga sras ko'taring demayman. Siz o'sha 1000 dan oddiygina 2000 ga o'ting. Bir hafta davomida 2000 yuring. Bir haftadan keyin uni 5000 ga ko'taring. Chunki organizmingiz unga ko'nikyapti. Oyoqlaringiz ko'nikyapti, og'rib qolmaydi. Yurayotgan holatingizdan 2 barobarga ko'paytirganingizni o'zida modda almashinuvi 2 barobarga tezlashadi va sizda kelib chiqilishi mumkin bo'lgan kasalliklar kamayadi. Va yana bitta narsa ta'sir qilishimiz mumkin bo'lgan holat bu stress holatlari. Ya'ni siz o'zingizni ishlayotgan kasbingizni tanlash huquqiga egasiz. Agarda sizda doimiy stress bo'layotgan bo'lsa, o'sha stressdan siz o'zingizni ehtiyot qiling. Masalan, ayollarda ko'proq uydagi muammolar hisobiga stress kelib chiqadi. Yoki erkaklarda ayollari bilan gaplashayotganda stress kelib chiqadi. Shu holatda iloji bo'lsa, yoki o'zingizni bosing, yoki shu holatdan 5 minutga nariga o'tib keling. Sovib keling. Sovigandan keyin yana davom ettirib bu masalani hal qilsa bo'ladi. Agarda siz juda ko'p stressga ketma-ket tushaversangiz, sizda kasalliklar xavfi oshishi ko'proq bo'ladi. Agarda sizda hozir aytib o'tganimdek ko'p peshob ajralishi, chanqash, semirish, asabiylashish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, agarda siz tana vazningizni o'zidan o'zi kamaytirishni boshlagan bo'lsangiz, demak siz qondagi qandni tekshirishingiz kerak bo'ladi. Diabetga sabab bo'luvchi aytib o'tgan barcha muammolarni hal qilishga va agarda hali sizda diabet yo'q bo'lsa, uni oldini olib yashashga o'rganish kerak. Agarda sizda diabet bor bo'lsa, bu hayot to'xtadi degani emas. Buni davolasa va boshida aytgandek, remissiya holatiga, ya'ni tuzatish holatiga olib tushsa bo'ladi. Bunga sizga endokrinolog shifokori yordam berishi mumkin. Hammanglar sog' bo'linglar. Agarda savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, keyingi video tahlillarda bu masalalarni gapirib, yoritib o'tishga harakat qilaman.
Aytgancha, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Bundanda qiziqroq va foydali ma'lumotlarni YouTube kanalida bo'lishib borishga harakat qilaman. Sizlar uchun hurmat bilan Aziz Bahramni.